darsimizga qaytamiz. Yana sizlar bilan Shohrux. Kundaligidagi, ya'ni diplomimizni olganimizdan keyin albatta uy-joyimizga qaraymiz, mahallalarimizni qaraymiz. Ya'ni mahallamiz, uy-joyimizdagi birinchi o'rinda nimasiga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni sharoitimiz. Masalan, bitta uy, masalan, 3 xonadonli bor va yonida ozginagina chetida joyingiz bor. Ya'ni dars qilishga yoki ustozligingizdagi o'sha yetishadigan joyingiz bor. Ya'ni yonida qo'shimcha joyi bor. Ya'ni nima qilishni bilmayapsiz. Qanday diplomingizni oldingiz, ro'yxatdan o'tishingiz kerak va ishlab o'z kelajagingizga qo'yishingiz kerak. Ya'ni o'sha sizga yaqin bo'lgan oilangizdagi shaxs fuqarolarga qo'shilib turib, ana o'sha fikr orqali o'tishasi bizaga o'xshab ruxsat berishganda, vaqti soat kelganda diplomlarni faqat kundaligiga qarab ishlasangiz, albatta o'z o'ylagan kelajagingizga yetasiz va o'sha O'zbekistonimizdagi yaxshi mahallalar, yaxshi yangi qurilgan uy-joylarga ham masalan kelajagingizdagi sharoitingizga qarab qo'shila olasiz. Ya'ni o'tdagi shaxs fuqarolar sal boshqacha bo'lishadi. Ya'ni sal boshqacha deganda ertalab soat 7:00da turib 13:00da metlari va hamda 17:00da kechqurungi uyquga ketadigan shaxs fuqarolar hisoblanishadi. Shuning uchun uyog'idagi shaxs fuqarolar deganda undan ham yaxshi bo'lgan uy-joy qurilgan, masalan qo'ni-qo'shnili shaxs fuqarolar yaxshi bo'lishadi. Yashab o'tgan oramizda yuradiganda yuradigan shaxs fuqarolar yaxshi bilishgani uchun ko'p unaqalar bilan mojaro qilib kelisholmasdanmiz va kelishib yashashsak, albatta bizaga o'xshab o'z ustozinglarda o'tirgan bo'lasizlar. Ya'ni o'rninglarda o'tirgan hisoblanasizlar va yana bitta narsani eslatib o'tmoqchimizki, bo'lgan o'rgatadigan darsimizda ana o'sha sharoitimizni, ya'ni sharoitimizni qanaqa bo'lishini, mahallamizda hech kim zarar berishi kerak emas. Ya'ni o'sha prezidentimizga yoki militsiyaga yoki yuristga yoki ish yurituvchiga hech kim murojaat qilmaydigan mahallada albatta dars bersangiz yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ahilchiligi bo'lgan mahallada albatta yaxshi ketadi. Ya'ni bizani Yangiobod mahallasida turaman. Ya'ni Yangiobod mahallamizga o'xshagan o'zga mahallada bo'ladigan bo'lsa, oxiri ham eng boshi Yangiobod mahalla hisoblanadi. O'zbekchada o'sha eng boshidagi mahalla bo'lgani uchun mahallamiz ko'pchilik tushungan holatda ishlab yashasak albatta yaxshi bo'ladi. Masalan, o'sha Yangiobod mahallamizdagi qo'ni-qo'shnilarim masalan ertalab ishga ketishadi, peshinda bir ora-orada paydo bo'lib qolishadi va kechki payt paydo bo'lib qolishadi. Ana o'sha kechqurun paydo bo'lib qolgan paytida tugatadigan bo'lsak, albatta yaxshi bo'ladi. Mojarosiz yashab o'tamiz va yana nima demoqchiman, shunaqa o'zbek bo'lgan mahallalarda yashasak, albatta sinflarimiz ham ko'p bo'ladi va o'ylagan pullarimizni, ya'ni yuqori pullarni ham topa olamiz. Masalan, kreditimizda 20 ming so'm yoki 30 ming so'm o'ylab agarda mahallamizda duo olib boshqa ishlayman deb niyat qilib chiqadigan bo'lsak, unda 40 ming so'm, 50 ming so'm, 60 ming so'm ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta birinchi qiladigan ishimiz bu kundalikda guvohnomalarimiz, diplomlarimiz bor sartaroshlarimizni shaxs bo'larligi, o'quvchilarimiz hamda ish faoliyatini yurituvchilariga eslatib qo'ymoqchilik orasida shunaqa diplomlarimiz borligida shunaqa mahallamizga qarab ishlasak, albatta mahallamiz ham obod bo'ladi va ozod